Albatta bu qurilmani ishlatganingiz uchun YPX xodimlari yoki boshqa xodimlar sizni muammoga duchor qilishmaydi katta ehtimol bilan. Chunki bu Cadillac Escalade'ga o'rnatilgan, imkoniyati cheklangan insonlarning avtomobilga chiqishi va tushishida yordam beradigan yasalgan o'rindiqning pulti hisoblanadi. Ko'rishimiz mumkin. Yoqiladi, oldiga mana ovozi ham chiqmoqda. Oldiga, orqaga va gradusi bor. O'zini gradusida aylanib, menimcha siz uchun yordam beradi chiqishda tushishda. Ovozi ham chiqib ketadi va bu yoq tomonida imkoniyati cheklangan insonlar uchun beriladigan stiker Amerikada berilgan bilishim bo'yicha. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, sizni avtomobilingizga ham bu qurilmani yasab berib yoki o'rnatib berishimiz ham mumkin. Albatta, bu narsaga ishingiz tushmasin avtomobilga, lekin ishingiz tushsin, zo'rlardan jo'natib beramiz. Katta ehtimol bilan o'zbek ustalari bu narsani bekitib chiroyli qilib berishadi. Bu yoq tomondan ko'ryapsiz, juda katta ish bo'lgan bu joyda. Stok holatida bunaqa qurilma Cadillac Escalade'da bo'lmaydi. Bilamanki, o'zbek ustalari shu narsani ham bekitib chiroyli qilib berishadi. Mabodoga shunaqangi eksklyuzivniy yoki ehtiyojdan kelib chiqqan holatda buyurtma bo'ladigan bo'lsa, albatta biz siz uchun yetkazib berishimiz ham mumkin. Qo'shimchasiga Bruni avtomobillarini ham B4, B6 va B7 sertifikatga ega bo'lgan avtomobillarni ham biz sizlar uchun yetkazib berishimiz ham mumkin. Albatta bu avtomobilimiz namuna hisoblanadi, lekin sotuvda boshqa avtomobillar ham bor. Rasmiy dilerdan kerak bo'lsa olib berishimiz ham mumkin.